Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bu meni Abror Muxtor Aliga ikkinchi raddam bo'ladi. Men otgan kamonni o'qi yuragingni teshib o'tib ketdi, mo'ljalga boribdi. Cho'tki TVga yugurib borib yig'ilib beribsan-ku. Auditoriya уже men tarafga o'tishni boshladi-da, уже bilib qolishdi haqiqatlarni, shunaqami? Psixologlar haqida gapiribsan-ku, men senga bitta gap aytaymi, Abror, nima esan psixologlardan qo'rqishingni? Psixologlar seni psixologik portretingni chizib beradi, shuning uchun qo'rqasan sen. O'shaning uchun psixologlarni yomon ko'rasan. Seni psixologik portreting shunaqaki, sen pedofil odamsan. Sen nastoящий, rost ekansan, pedofil odamsan. Yugurib bording, Misrdan 17 yoshli qizni boshini aylantirib olib kelib uylanib olding-ku. Masalan, buni nima deydi, tahlil qilsam, qilayotgan ishlaringni, gapirayotgan gaplaring, mana o'zingdan o'zing sportga zo'r berib qolding. Keyin bir bola ayollarda testosteron bo'lmaydi, u yoq bu yoqlar. Men senga bitta gap aytaymi, muammoing seni nimadaligini. Muammoing shuki, sen o'sha oxirgi payt sen o'sroq cholli, o'sha yosh xotiningga o'sha kuching yetmayapti seni. Sen jinsiy quvvatsiz bo'lib qolgansan. O'shaning uchun zalga yuguryapsan. O'shaning uchun sen psixologlarni yomon ko'rasan. Chunki psixologlar seni ko'tingni ochib qo'yadi. Ertaga uyingda xohlasang, xohlamasang ayoling bilan jinsiy yaqinlasha olmaganingdan keyin xohlasang, xohlamasang seni o'sha yosh ayoling psixologga yugurib boradi-da, seni oilangni bunday ochib qo'yadi. Yana o'shaning uchun sen yomon ko'rasan psixologlarni. Tushunsan? Keyin Dilmurod akani gapiribsan o'zingcha. O'zbekistonda bilasan, millionlagan odamga yordam bergan o'sha Dilmurod akani sen aytayotsanki, Ozodlik radiosiga chiqib o'zligicha gapirishdi, transgenderlar deb yomonlaysan. Ertaga seni o'sha nima deydi? Asbobing ishlamay qolsa, agar bo'lsa, ishlamay qolsa o'sha Dilmurod akaga borib cho'kkalab yalinasan, bilasanmi shuni? Shu senga o'xshaganlarni davolaydi Dilmurod aka. Senga o'xshagan pedofil, passivlarni, tushunsanmi? Senga o'xshagan jinsiz, quvvatsiz, testosteroni kamayib ketgan odamlarni davolaydi Dilmurod aka. Bir kimnidir gapirayotganingda o'ylab gapirgan. Yoki o'sha muammoing boridan borib nima deydi? Gapirgani uyalib bunaqa fint qilib xot qo'ysanmi? Oldin yomonlab turib, keyin borib aka uzr shunaqa deb tanishib olasan-da, to'g'rimi? Parazit bo'lasan-da. Lekin aniq sen psixologlardan bekor qo'rqmaysan. Psixolog seni haqiqiy ichingdagi qora paytlaring bo'lgan, kimlardir seni orqangga o'tib qo'ygan paytlari, zo'rlangan paytlaring. Keyin MVDga olib kirib seni zo'rlab turib, keyin kameraga olib, endi bugundan boshlab biz aytganini qilasan degan paytlar bor-ku. Shu seni MVDda butilkaga o'tkazib kameraga olishgan-ku. Seni o'shunaqa temniy joylaring bor-da. Psixologlar biladi buni, seni og'riqli nuqtalaring. Sen 10 ta xotinga uylan, 10 ta. Lekin u narsa qoladi. Sen o'sha orqangdan butilkadan yeganing bor-ku, qoladi. Seni auditoriyang o'sha ko'zi ochilyapti o'sha. Ko'p narsalarni bilishyapti. Havas qilmaylar, u yo'laga do'stsan, lekin o'zing kayf qilib yuribsan. Orqangda mamala turibdi-da, 17 yoshli qizlarga olib kelib uylanayapsan. 2-3 ta xotin qilsang hech kim indamayapti senga. Vaholanki O'zbekistonda qo'shqo'lligi statiya bor. Senga mumkin, boshqalarga mumkin emas. Bitta ota o'zini o'g'liga nikoh o'qisa, olib borib qamab qo'yishyapti. Lekin senga indashmayapti. Nimaga? Xalq o'zi bilyapti. U yo'lani havas qilmaylar, do'stsan-da o'zing, lekin kunda kunora tekinga umra bormi, haj bormi, aniqligi Dubayga borib ko'rsan. Zotan boshqa joyga bora olmaysan ham sen. U biyolani, Amerikalarni, Turkiyaga kira olmaysan sen. Sen o'sha nima deydi? Shu ikkita joydan boshqa joyga bora olmaysan. Tushunsan? Lekin o'zing kayf qilib yuribsan. Nima deydi? Elektromobillarda oddiy xalqqa o'ylamayapsan. Oddiy xalqchi. Svetda bunday gapirsa, limitni meni qarshiman yetmayapti dedingda yugurib o'tib ketyapsan yerda. Oddiy xalqchi. Biz o'shanaqa muammolarni ko'taramiz. Biz xalqqa muammosini ko'taramiz. Menga misol uchun elektrdan umuman muammoim yo'q. Tushunsan? Umuman muammoim yo'q meni. Elektrdan ham, boshqadan ham. Alhamdulillah hammasi yaxshi menda.
mana shu xalqqa o'ylaganim uchun gapiryapman. Lekin sen kayf qilib o'zing yurib, xalq nomidan gapiryapman deysan, lekin sen xalq emassan. Sen manipulyatorsan. Sen o'sha MVDga olib kirib, o'tini ham aytardimi? degan bor, ana, seni opa deding. Hozir general. Seni shampanskining butilkasiga o'tkazib, kameraga olib, bugundan boshlab bizni nima desa o'shani aytasan degani uchun sen yuribsan. Lekin bu seni og'riqli nuqtang. Shuning uchun sen psixologlardan qo'rqasan. Shuning uchun sen birinchi bo'lib tosh otasan psixologlarga. Chunki psixolog seni haqiqiy asl bashariyni ochib ko'rsatib beradi. Men senga hali qiladigan videolarni rosa ko'p. Qani ko'ramiz, erkakmisan, oxirgacha chida olasanmi yo'qmi? Gapirayotgan tuhmatlaringga erkakga o'xshab keltirib bera olasanmi yo'qmi? Keltirib bera olmasang, kim bo'lishingni o'zing bilasan. Zotan o'zing bilasan kimligingni.